Tushda o'lgan odam bilan gaplashishning ta'biri. O'lgan odam tinch va mehribon bo'lsa, bu tush marhumning sizni eslayotganini yoki sizga himoya va duo tilayotganini anglatishi mumkin. Bunday tushlar ko'pincha tasalli beruvchi bo'ladi. O'lgan odam maslahat yoki ogohlantirish bersa, bu tush hayotda ehtiyotkorlik qilish kerakligini bildirishi mumkin. Uning so'zlariga e'tibor bering. Ular muhim bo'lishi mumkin. O'lgan odam sizni chaqirsa yoki ergashishga undasa, bunday tush ogohlantiruvchi belgi bo'lishi mumkin. Hayotingizda og'ir qarorlar yoki xavfli vaziyatlar bo'lsa, ehtiyotkorlik bilan yondashish tavsiya etiladi. O'lgan odam bilan shunchaki oddiy suhbat qilish. Bu tush sizning ichki sog'inch va o'tmishdagi xotiralaringiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ko'pincha inson o'tmishdagi yaqinlarni eslab, ruhiy tasalli topishga intiladi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.